Assalomu alaykum. Ushbu loyihamiz Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Paxtazor mahallasida joylashgan bo'lib, 679-konturda bo'yi 1100 metr, eni 120 shu katta tutlargacha asosan Agrobank hamkorligida ish olib boryapmiz. Kungaboqarlarimiz unib chiqqan. Kungaboqarlarimiz 120 kun ekish davri davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'orib, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Har bir dehqonimizga o'rtacha 50 sotikdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyiha samarali olib borish uchun lider tadbirkor Panjiyev Asliddin ga berkitilgan. Ushbu loyiha har bir gektaridan 3 tonnadan jami 30 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadlarini oshirish